Kutilmagan eskalatsiya. Hujumni qabul qilib bo'lmas tajovuz deb atadi. Javob tayyormi? Putin Rossiya elitasi ishtirokidagi suiqasd va to'ntarishdan xavotirda. Razvedka. Endi aniq yer yuzidan yo'q qilamiz. Donald Trump Eronga keskin tahdid qildi. Kim Chen In yoshlarni Ukrainadagi urushga tayyorlanishga chaqirdi. Qozog'iston o'rta daromad tuzog'iga tushib qoldi. To'qayev. Ko'zgu strategiyasi. Zelenskiy ular nima qilsa biz ham shuni qilamiz dedi. Bu yangi taktika boshlanishimi? Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kutilmagan eskalatsiya. Birlashgan Arab Amirliklari hujumni qabul qilib bo'lmas tajovuz deb atadi. Eronga javob tayyormi? AQSh Markaziy qo'mondonligi rahbari admiral Brad Cooperning ma'lum qilishicha, Eron AQSh harbiy kemalari va savdo kemalariga qarata qanotli raketalar va ko'plab dronlar uchirgan. Bu hujumlar AQSh kemalarining Hormuz bo'g'ozi orqali o'tishiga yordam berishni boshlagan vaqtda sodir bo'ldi. Dengizchilar tankerga dron kelib urilganini va osmonda harbiy samolyotlar uchganini aytdi. Eronga nisbatan qat'iy choralar ko'rishni yoqlab kelayotgan xavf haqida ogohlantirish berdi. Mamlakat rasmiylari hududga bir qancha raketa va dronlar hujum qilganini bildirdi. Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, dron hujumi oqibatida Fujayra neft markazida yong'in chiqqan. Ushbu portdan Hormuz bo'g'ozidagi Eron nazoratini chetlab o'tib, neft mahsulotlarini tashishda foydalanadi. Tashqi ishlar vazirligi holat yuzasidan bayonot berib, Eronning yangi hujumlarini xavfli eskalatsiya va qabul qilib bo'lmas tajovuz deya baholadi. Vazirlik agressiyaga javob berish huquqi borligini bildirdi. Biz hech qanday holatda xavfsizligimiz va suverenitetimizni himoya qilishda yon bermaymiz. Hujumlarga to'liq va qonuniy javob berish huquqimiz bor, deyiladi vazirlik xabarida. Bu hujumlar ortidan Dubayga uchayotgan ko'plab samolyotlar Ummon poytaxti Muscat shahriga yo'naltirildi. Yaqin Sharqdagi urush aprel oyidagi sulhgacha aviatsiya qatnoviga katta zarar yetkazgandi. Osprey Flight Solution xavfsizlik firmasi ma'lumotlariga ko'ra, 28 fevralda urush boshlanganidan beri 7 mamlakatdagi kamida 9 ta fuqarolik aeroporti, jumladan va Kuvaytdagi aeroportlar hujumlardan zarar ko'rgan. Centcom rahbari admiral Cooperning aytishicha, hozirda Hormuz bo'g'ozidan o'tish uchun yana boshqa kemalar yo'lga chiqqan. AQSh harbiylari allaqachon 2 ta savdo kemasini suv yo'li orqali muvaffaqiyatli olib o'tgan. Cooper bo'g'ozdan o'tishni yana 87 ta davlat kutayotganini aytdi. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. Putin Rossiya elitasi ishtirokidagi suiqasd va to'ntarishdan xavotirda. Razvedka. Rossiya prezidenti xavfsizligi uchun mas'ul bo'lgan Federal qo'riqlash xizmati Vladimir Putinning ehtimoliy suiqasddan xavotiri tufayli uni himoya qilish choralarini sezilarli darajada kuchaytirdi. Yevropa davlatlaridan birining razvedkasi shunday xulosaga kelgan. Bu haqda Financial Times tanishib chiqqan hisobotda keltirilgan. Qayd etilishicha, choralarning bir qismi bevosita prezidentning o'ziga tegishli. Ular qatoriga quyidagilar kiradi. Putin bir necha haftalab modernizatsiya qilingan bunkerlarda, xususan Krasnodar o'lkasida vaqt o'tkazmoqda. Putin tashrif buyuradigan joylar ro'yxati keskin qisqartirilgan. Na u va na uning oilasi endi Moskva viloyati va Valdaydagi qarorgohlarga bormayapti. 2026-yilda Putin biror marta harbiy obyektlarga tashrif buyurmadi. Vaholanki o'tgan yili bunday safarlar muntazam edi. Boshqa xavfsizlik choralari bevosita Putin bilan ishlaydigan xodimlarga taalluqli. Uning yaqin atrofidagi xodimlarning uylariga kuzatuv tizimlari o'rnatilgan. Prezident bilan ishlaydigan oshpazlar, tansoqchilari va fotograflar jamoat transportlaridan foydalanish taqiqlangan. Prezident administratsiyasida esa ular 2 bosqichli tekshiruvdan, jumladan FKH ko'rigidan o'tadi. Endi aniq yer yuzidan yo'q qilamiz. Donald Trump Eronga keskin tahdid qildi.
AQSh prezidenti Donald Tramp agar Hormuz bo'g'ozidagi Amerika kemalari nishonga olinsa, Eronni yer yuzidan yo'q qilish bilan tahdid qildi. U bu haqda Fox News muxbiri Trey Yingsga bergan intervyusida ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, gap Hormuz bo'g'ozida qolib ketgan savdo kemalarini kuzatib borayotgan AQSh kemalari haqida ketmoqda. Ular ozodlik loyihasida ishtirok etmoqda. Men prezident Tramp bilan Eron bilan bog'liq vaziyat bo'yicha 20 daqiqa suhbatlashdim. U ozodlik loyihasi va AQShning Hormuz bo'g'ozida savdo kemalarini kuzatib borish bo'yicha sa'y-harakatlari haqida gapirdi. U Eronga yangi ogohlantirish berib, agar eronliklar bu hududdagi Amerika kemalariga hujum qilishga urinsa, ular iqtibos keltiraman, yer yuzidan yo'q qilinadi deya ta'kidladi Yangs Fox News efirida. Kim Chen In yoshlarni Ukrainadagi urushga tayyorlanishga chaqirdi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In so'z davomida yoshlarni Koreya Mehnat partiyasi vazifalarini bajarishda asosiy kuch deb atadi va ularni Ukrainadagi urushda Rossiya tomonida turib jang qilishga targ'ib qildi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Pxenyanda Sotsialistik vatanparvar yoshlar ligasining 11-syezdi bo'lib o'tgan. Shimoliy Koreyada bunday tadbir har 5 yilda bir marta 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar uchun o'tkaziladi. Tadbir shu hafta ommaviy mitinglar, mash'alali yurishlar va tantanali konsert bilan yakunlangan. Kim Chen In o'z nutqida yoshlar o'rtasida tashkilotchilik va mafkuraviy intizomni kuchaytirishga chaqirgan hamda yoshlar ligasi hukmron partiyasi qarorlarini ijro etishda muhim kuch ekanini ta'kidlagan. Reuters yozishicha, Mehnat partiyasi yoshlarning sodiqligini Pxenyanning Ukrainadagi urushda ishtirok etishi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lagan. Kongress ishtirokchilariga yo'llangan maktubda xorijdagi operatsiyalarga yuborilgan yosh askarlar mamlakat sharafini himoya qilish uchun bomba va alangaga aylangani aytilgan. Janubiy Koreya, Ukraina va G'arb rasmiylarining ma'lumotlariga ko'ra, KXDR Kursk viloyatidagi Rossiya kuchlarini qo'llab-quvvatlash uchun 14 mingga yaqin harbiy yuborgan. Shuningdek, ularning 6 ming nafardan ortig'i halok bo'lgan bo'lishi mumkinligi da'vo qilinmoqda. O'tgan oyda Pxenyanda halok bo'lgan askarlar sharafiga yodgorlik ochildi. Mafkuraviy nazorat kuchayotgan bir paytda KXDR rasmiylari xorijiy madaniyat, xususan Janubiy Koreya musiqasi, filmlari va slenglari ta'sirini ham qattiq cheklamoqda. Eslatib o'tamiz, KXDR harbiylari Rossiyaga yuborilayotgani haqidagi ilk xabarlar 2024-yil oktyabr oyida paydo bo'lgan edi. Qozog'iston o'rta daromad tuzog'iga tushib qoldi. To'qayev. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev mamlakat o'rta daromad tuzog'iga duch kelganini aytdi. Bu haqda u 4-may kuni sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha kengash yig'ilishida so'z ochdi. Uning so'zlariga ko'ra, tabiiy resurslar va arzon ishchi kuchi kabi an'anaviy iqtisodiy o'sish manbalari asta-sekin tugab bormoqda. Yangi o'sish manbalari esa hali to'liq shakllanmagan. Shu sababli u iqtisodiy turg'unlikning oldini olish uchun raqamli iqtisodiyotga o'tish zarurligini ta'kidladi. Ekspertlar fikriga qo'shilish kerak. Qozog'iston klassik o'rta daromad tuzog'iga tushib qoldi. Bu holatda an'anaviy o'sish manbalari, resurslar va arzon ishchi kuchi tugash arafasida. Yangi manbalar esa hali to'liq shakllanmagan va ishga tushmagan. Iqtisodiy turg'unlikning oldini olish uchun raqamli iqtisodiyotga o'tish va yirik platformaviy yechimlar yaratish kerak degan To'qayev. Davlat rahbari yagona davlat ma'lumotlar tizimisiz sun'iy intellekt samarali ishlay olmasligini ta'kidlagan. Shu sababli davlat xizmatlarini ortiqcha byurokratiyani yo'q qiladigan ko'rinmas lekin juda samarali operatsion tizimga aylantirish kerak. Hozirgi tizimda ariza berishdan qaror qabul qilishgacha bo'lgan jarayon bir necha kun yoki haftalarni oladi. Ideal holatda bu jarayon bir necha soniyaga tushishi kerak. Bu esa butun mamlakat bo'yicha iqtisodiy aylanishni keskin tezlashtiradi degan u. To'qayev shuningdek jahon laboratoriyalari ma'lumotiga ko'ra, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasidagi farq tez kechayotganini ta'kidlagan. Sun'iy intellekt, kapital va texnologiyani dunyoning yetakchi davlatlari qo'liga jamlayapti va bu texnologik tafovutni kuchaytirmoqda. Buni faqat vaqtida va qat'iy tartibga solish orqali bartaraf etish mumkin. Qozog'iston uchun bu muhim signal. Biz vaziyatni chuqur o'rganib, real intellektual yechimlar ishlab chiqish imkoniyatlarimizni aniqlashimiz kerak degan prezident. Ko'zgu strategiyasi. Zelenskiy ular nima qilsa biz ham shuni qilamiz dedi. Bu yangi taktika boshlanishimi? Rossiya Sovet xalqining ulug' vatan urushidagi g'alabasini nishonlash sharafiga 8-9 may kunlari o't ochish to'xtatilishini e'lon qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bunga javoban frontda 5-maydan 6-mayga o'tar kechasi sukunat rejimi amal qilishini aytdi. Bu haqda BBC xabar berdi.
Umid qilamizki, Ukraina tomoni ham bundan o'rnak oladi, deyiladi Rossiya Mudofaa vazirligi bayonotida. Vaqtinchalik otashkesim Moskvada bo'lib o'tadigan parad oldidan va prezident Vladimir Putinning qarorgohiga Vaqtinchalik otashkesim Moskvada bo'lib o'tadigan parad oldidan va prezident Vladimir Putinning qaroriga asosan amalga oshirilmoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi e'lonidan ko'p o'tmay Zelenskiy ijtimoiy tarmoqlarda shunday deb yozdi. Bugungi kunga qadar Rossiya ijtimoiy tarmoqlarida e'lon qilinayotgan harbiy harakatlarni to'xtatish usullari bo'yicha Ukrainaga hech qanday rasmiy murojaat bo'lmadi. Bizningcha, inson hayoti har qanday yubileyni nishonlashdan ko'ra qadrlidir. Shu munosabat bilan 5-maydan 6-mayga o'tar kechasi soat 00:00 dan boshlab sukunat rejimini e'lon qilamiz. Shu vaqtgacha sukunatni ta'minlashga erishish realdir. Ko'rsatilgan vaqtdan boshlab ko'zgu kabi harakat qilamiz. Agar Rossiya Mudofaa vazirligi Moskvada paradni Ukrainaning xayrixohligisiz o'tkaza olmaymiz deb hisoblayotgan bo'lsa, demak Rossiya rahbariyatiga o'z urushini yakunlash uchun real qadamlar tashlash vaqti keldi, deya qo'shimcha qildi Ukraina rahbari. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.